Samarqandgacha olib keting, iltimos. Samarqandga bo'lsa o'tiringlar, men o'sha yoqqa ketyapman. Hada yuring. Yo'q. Men o'zi asli Samarqandliman. Toshkentga meva cheva tashiyman. Biz Samarqandga ketyapmiz. Kelin qidirib. Mana kuyov bola. O'zing ham sevgan qizing bormi? Sevgan qizim bor. Ha nimagacha xo'rsinib gapiryapsan? Sevgi degan ulug' tuyg'u. Odam xursand bo'lish kerak, baxtli bo'lish kerak. Sen bo'lsang gapirasan. Bugun oyim sevgan qizim uyiga sovchilikka ketganlar. Menga berisharmikan oddiy shofyor bo'lsam. Mana otam ham shofyor. U qizchi Samarqandning eng go'zal qizlaridan. Qiz o'zi seni sevadimi? Ikkalamiz bir-birimizdan juda ham sevamiz. Lekin bitta narsadan cho'chiymanki, ota-onaga qarshi borib bo'larmikan? Samarqandning qonun-qoidalari juda ham qattiq. Lekin nima bo'lmaganda ham bitta narsani bilaman, men uni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Unsiz men yashay olmasam kerak. Bizlar ham taqdir bizni shu kuyga soldi. Bu dunyoning azalabat bir kam uchun sevgimiz oldi. Yagonam o'zing, yagonam o'zing, uzun o'ylarim bag'riga cho'mdim. Yagonam o'zing, yagonam o'zing, ko'rinadi ma'yusgina nigohing. Qayerga keldik? U shu yerda turadi. Ha, yaxshi ko'rgan qizingmi? Ha, meni sevgilim Zuhra. Zuhra? Lazika rozi bo'lishdi. Rostdanmi? Qani. Bismillahirrohmanirrohim. Ey bola, shoshma ey. Ey, o'zing bosh. Ya, uyamas ekan. Demak, to'yimiz bo'lar ekan-da.